Assalomu alaykum hurmatli O'zbekiston bo'ylab YouTube kanali a'zolari. Biz sizlarga 2026-yilda qum-suvoq qilish narxlari nech pul bo'ladi hamda qancha qum, qancha rasxod ketishi hammasini chiroyli qilib ma'lumot berishga harakat qilamiz. Mana hozirgi ish jarayonimiz. Bu joyimiz Asakani, Andijonda Asakasi tomonda bo'lyapti hozir. Semetovoy suvog'imizga 2 arava qumga 1 qop semiya solinadi. Bundan tashqari biza afzalliklarimiz mana bunaqaqa loy bachoq, bunaqaqa ohay bachoqlar, suv bachoq, xullas kalom mana bu paqir hamma narsa o'zimiz bilan boradi. Sizlarga uni olib bering, buni olib bering deb boshlarni qatirmaymiz. Hozir mana usta haqqi rasxodini hisoblab chiroyli qilib chiqarib beramiz. Bu joyda koridordan kirgandan keyin o'ng qo'lda bitta xona, chap qo'lda yana bitta ikkinchi xona, uchinchi xona. Shu joyda bo'lib to'g'rida hammom ekan. Mana chiroyli proyekt bilan solingan. Bu tomon yon boshda yana bitta mashinaqa bor. Shu yerdan kiriladi xullas. Zdaniyani yarim desa ham bo'ladi. O'ng qo'lda bitta xona, hammom 2, 3 xona, 4-inchisi yana xona, 5-inchisi koridor. Mana lampalarni ham tutkizib qo'yibdi. Chiroyli qilib mana uyda egalari. Bu xohlasa mana ishimiz sifatini, atkoslarini ham ko'rsanglar bo'ladi. Telefonimiz sifati sizlarga qanaqa ko'rsatib beryapti bilmadik-ku. Mana biz endi bloger emasmiz, o'zimiz ustamiz. Telefonimiz ancha sifatli emas. Qo'ldan kelganicha video qilib beramiz. Xo'p, usta haqqi 1 kvadrat metri o'rtacha 40 ming so'mdan bo'lyapti. Har kvadrat metri 40 ming so'mdan bo'lyapti. Yana ishlar ustida gaplashsa bo'ladigan joy bor. Balki oshib qoladi, balki qimmatlashib qoladi. Qimmatlashib qolishi ham mumkin, arzonlab qolishi ham mumkin. Xullas kalom 40 ming so'm hisoblaysizlar. Keyin qum, sement 15 ming so'm. Har bir kvadratiga 15 ming so'mdan xohlasanglar bizga pul bersanglar biz olib kelamiz. Xohlasanglar o'zingizlar olib kelinglar. 15 ming so'm atrofiga aylanadi har bir kvadrat metri. Mana qaranglar qanaqa qalin loyiha bordi bu joy. Tepasi mana ko'rishlarim yupqa loyiha. Shuni bitta nolga olib chiqib tekizlaganmiz. Biz yangi kanalimiz bu. Kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar, bitta videoga like bosib qo'yinglar. Charchamanglar, telefon nomerlarini pastga yozib qo'yamiz.